Hammaga salom. Bugun sizlar bilan shunaqa og'iz berib ketadigan mayim piching retseptim bilan bo'lishaman. Qani ketdik. Bizga bor yo'g'i 4 ta masalliq kerak bo'ladi. 4 tuxumimizni idishimizga chaqib olamiz. Ketidan shakarlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yog'imizni ham solib, yana aralashtirib olamiz. Unimizni ham solib, aralashtirib ketidan razrexitlarimizni solib, shunaqa qo'lga yopishmaydigan mayin xamir tayyorlab olamiz. Tayyorlagan xamirlarimizni shunaqa ozgina-ozginadan olib, dumaloq shakl berib, idishlarimizga joylab chiqamiz. Idishimizga terib olganimizdan keyin shunaqa shakl berib chiqamiz. Va xohishga ko'ra ustiga shunaqa shakar chiqsa ham bo'ladi. Va 30 daqiqaga 180 gradusda pechga jo'natamiz. Shunaqa ishib, shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Hammaga xayr.